Shunday. To'g'ri aytasiz. Aytganlaringiz to'g'ri bo'lishi mumkin. Rojdestvoda biz Isoga oid bir narsa bo'lgani uchun o'sha kunni nishonlaymiz. Nimasi bo'lgani uchun? Adashmasam, tug'ilgan kunimidi, shunga o'xshash bir narsa. Men ham unchalik yaxshi bilmayman. Endi butparastlik haqida gapirarkanmiz, masalan, bizni turklarning qadimgi dinlariga qarasak, shaman dinida bo'lishgan. Masalan, o'tmishga nazar tashlasak, bizda ham shamanlik bor. Ya'ni dunyo o'zgarib boryapti. Bundan boshqa nishonlanadigan barcha narsalar iblisdandir. Ammo o'lganidan keyin mahshar maydonida Allohning huzuriga kelganida voy meni holimga deydi. Lekin ish nihoyasiga yetgan bo'ladi. Bu yerda meni o'sha nishonlaydiganlarga aytadigan gapim shuki, balki bizlar shaxs sifatida bunga qarshimiz, ammo tizim jihatdan bir qarshilik yo'q. Bu borada nima deya olasiz? Tizimni o'zi yo'q-ku. Agar tizim bo'lsa edi, allaqachon bunday ishlar bo'lmas edi. Tizim yo'q deganda nimani nazarda tutdingiz? Xayrli kunlar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun Istanbul Fotihdamiz. Bismillah deb intervyuga chiqamiz. Savollarimiz yangi yilga oid bo'ladi. Bizni qiziqtirgan mavzular yangi yil qayerdan kelib chiqqan? Yangi yil deganimizda hayolimizga nima keladi? Chindan ham beg'ubor bir kunmi? Da'vo qilganlardek yangitdan boshlanish ma'nosini bildiradimi? Yoki bu da'volarning ortida juda ham qorong'u haqiqatlar yotadimi? Buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Akalarim, yangi yil haqida savollarimiz bor. Suhbatlashishni istaysizmi? Xristianlarga oid narsani nimasini gaplashamiz? Yangi yilni nishonlamaysizmi? Bir daqiqa. Yangi yil deysizmi? Unda nima deb papani chaqirishadi? Papa haqida gapirsang bu xalqqa og'ir botadi-da, nega unda yana yangi yilni nishonlashadi? Sizdan so'rayapman. Yangi yil degani xristian olamining ishi. Uzr, men hozir masjidga ketyapman. Beyazid masjidiga. Yangi yilni nishonlaysizmi? Ha. Nima qilasiz u kunda? Farzandlarim bilan uyda o'tiramiz. Va ayolim taom tayyorlaydi, shu xolos. Boshqa hech narsa yo'q. Ya'ni shu tarzda yangi yilni nishonlaysiz. Ha. Uyni bezaymiz va oilaviy bir joyga jam bo'lamiz. Chunki Rojdestvo Iso payg'ambar bilan bog'liq. U esa bizni payg'ambarimiz. Shu sababli biz uni nishonlaymiz. Shundan keyin yangi yilni ham kutib olamiz. Biz bugun yangi yil haqida so'rayapmiz. Yangi yilni nishonlaysizmi? Ha, nishonlayman. Masalan, yangi yilda nima qilasiz? Yangi yilni endi men xristian bo'lganim uchun nishonlayman. Lekin shunday bir narsa bor. Endi yangi yil bilan Rojdestvo boshqa narsalar. Rojdestvoni faqat xristianlar nishonlaydi. Ammo yangi yilni hamma nishonlashi mumkin. Xullas, yangi yil kirib kelmoqda. Shuning uchun nishonlaymiz. Rojdestvo esa xristianlarning bayrami bo'lgani uchun nishonlanadi. Bular farqli narsalar. Musulmon odam yangi yilni nishonlamaydi. Musulmonga nishonlashi mumkin bo'lgani payg'ambarimizga va Allohga oid bo'lgan bayramlardir. Bundan boshqa nishonlanadigan barcha narsalar iblisdandir. Agar inson iblisga tobe bo'lsa, vaqtini shunday yangi yil bayramlari va global sekulyar bayramlar bilan umri xazon bo'ladi. Ammo o'lganidan keyin mahshar maydonida Allohning huzuriga kelganida voy meni holimga deydi. Lekin ish nihoyasiga yetgan bo'ladi. Bu yerda meni o'sha nishonlaydiganlarga aytadigan gapim shuki, Alloh ularga hidoyat bersin. Yangi yilni nishonlash degani nimasi? Ular bizni qaysi kunimizni nishonlashyaptiki? To'g'ri. Ya'ni biz ularni o'sha razil kunlarini nishonlaylikmi? Ichib bir burchakda yotib qolish kabi har xil axloqsizliklar yuzaga chiqishi ming afsuski juda ayanchli. Qurbon bayramimiz bo'lsin, Ramazon-u Sharif bo'lsin, qaysidir bir bayramimizni nishonlayotgan bo'lsa, biz ham yangi yilni nishonlaylik. Kelajakda farzandingiz yangi yilni nishonlashini xohlaysizmi? Yo'q, bo'lmaydi. Ya'ni tashqarida nishonlashni istamaysiz. Yo'q, bo'lmaydi. Masalan, nechta farzandingiz bor? Bitta. Alloh islomga bag'ishlasin. Sog' bo'ling, rahmat. Masalan, farzandingiz kelajakda shunday desa: "Otajon, biz yangi yilni uyda nishonlardik. Juda yaxshi o'tkazardik. Endi bundan keyin tashqarida nishonlamoqchiman" desachi? Aslo, tashqarida bo'lmaydi. Bolalar va yoshlar uchun bo'lmaydi. Meni musulmonlikdan biroz xabarim bor. Tashqariga chiqish to'g'ri emas. Faqat uyda bo'ladi. Demak, tashqarida nishonlash yaxshi emas deysiz. Ha, faqat uyda. Xo'sh, nega nishonlamaysiz? Akaginam, chunki bizning e'tiqodimizda bunday narsa yo'q. Bu xristianlikdan bizga kirib kelgan bir narsa. Aslida Iso payg'ambarning vafoti, Rojdestvodan bizga o'tgan narsa. Aslida bizga o'tgan narsa ham emas, ammo Turkiyaga shu tarzda kirib kelgan bir narsa. Shuning uchun yangi yilni nishonlashni to'g'ri deb bilmayman. Umuman olganda hech kim nishonlaydi deb o'ylamayman. Hazrati Isoni tug'ilgan kuni, bir milodni boshlanishi. Insonlar istasa yangi yilni nishonlashi mumkin. Kimdir boshqacha nishonlaydi, kimdir uyda nishonlaydi. Har kim o'zicha nishonlaydi.
Ammo yurtimizda nishonlamaydiganlar ham bor. Menimcha, hech bir musulmon nishonlamasligi kerak bo'lgan bir bayram aslida. Chunki meni bilganlarimga ko'ra, bu xristianlarning diniy marosimi bo'lishi kerak. Yulian taqvimiga ko'ra, adashmasam, Rimdan oldingi davrda Yanus edi. Yanus, to'g'ri. Yanus nomli bir tangriga bag'ishlangan bir ritual diniy marosim deb bilaman. Yangi yil haqida biroz tadqiqot qilganimizda shunday bir holat bor aslida. Ya'ni ham Rojdestvo, ham Yangi yil bilan bog'liq. Bular xristianlikdan emas, balki undan ham qadimgi davrlardan kelib chiqqan. Aslida bu qadimgi Rimdan kelib chiqqan. Xristianlikni qadimgi Rim qabul qilgach yoki majburan qabul qilgan desak ham bo'ladi. Zohiran qabul qilgandek ko'rinib, mazmunni o'zgartirib yuborishgan. Aslida bugun Rojdestvo yoki Yangi yil deb ataladigan masalani Iso alayhisalomning tug'ilishi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Qadimgi Rimda insonlar shunday e'tiqodga ega bo'lishgan. Ularning hayotida ko'plab xudolar bo'lgan, auzubillah. Aytishlaricha Yanus nomli bir tangrisi bo'lgan. Uni ikki yuzi bor deb ishonishgan. Bir yuzi o'tmishga, ikkinchi yuzi esa kelajakka qarab turadi. Ular shu e'tiqodga asoslanib aytishadiki, Yanusning sharafiga 1-yanvar kuni bir-birimizga sovg'a berishimiz kerak va shu bilan birga bayram qilishimiz ham kerak deyishgan. Bugun esa odamlar bundan xabarsiz holda yana xuddi shu tarzda Yanus sharafiga beriladigan bu kunda yana sovg'a almashmoqda. Bir-birlariga hadiyalar berib bayram qilishmoqda. Bu biroz g'alati emasmi? Masalan, siz o'zingizni xristian deb aytyapsiz. Bu jamiyat esa o'zini musulmon ekanligini aytmoqda. Lekin Yangi yilni nishonlaganimizda aslida qadimgi butparast jamiyatlarni e'tiqodlarini ulug'lab qo'yayotgan bo'lyapmiz. Shunday. To'g'ri aytasiz. Aytganlaringiz to'g'ri bo'lishi mumkin. Rojdestvoda biz Isoga oid bir narsa bo'lgani uchun o'sha kunni nishonlaymiz. Nimasi bo'lgani uchun? Adashmasam, tug'ilgan kunimidi, shunga o'xshash bir narsa. Men ham unchalik yaxshi bilmayman. Endi butparastlik haqida gapirarkanmiz, masalan, bizni turklarning qadimgi dinlariga qarasak, shaman dinida bo'lishgan. Masalan, o'tmishga nazar tashlasak, bizda ham shamanlik bor. Ya'ni dunyo o'zgarib boryapti. Yo'q, shunday desam masalan, shamanlikdagi bir ibodatni olaylik. Agar hozir ham uni bajarayotgan bo'lsak, buni odatiy hol deb qabul qilarmidik? Qabul qilamiz. Nega qabul qilmas ekanmiz? Hozir ham bajarilmoqda. Uzoq Sharqda hali ham shamanlik amalda bor. Xo'p, ular aytishadiki, biz shamanmiz deyshadi, to'g'rimi? Bir inson desaki, men shamanistman va shamanizm talab qilgan amallarni bajarsa, bunda muammo yo'q. Aytamizki, chunki u o'zini shunday tanitmoqda. Lekin bir odam o'zini musulmon deb tanitib turib, bir butparastlik marosimini bajarsa, sizningcha bu odatiy holatmi? Bu normal bir şey mi sizce? Endi musulmonlar o'laroq oddiy holat emas. Ammo Robbul alamin shunday bir yo'l ko'rsatganki, to'g'ri yo'lni ham ko'rsatgan, noto'g'ri yo'lni ham ko'rsatgan. Ba'zan o'sha jamiyatlarga havas qiladigan insonlar bor. Meni taxminimcha, Turkiya islomiy mamlakat sifatida odatda Yangi yilga qarshi. Lekin siz aytganingizdek buni qilayotganlar ham bor. Ularga taqlid qilib nishonlayotganlar ham bor. Iso alayhisalom olib kelgan din endi xalq orasida keng tarqalib, ya'ni talab ko'ra boshlagach, qadimgi Rim va u yerdagi qiroliyat endi ortiq buni qarshisida tura olmaydi va xristianlikni rasmiy din sifatida qabul qiladi. Qabul qiladi, lekin shu ishni tark qila olmaydi. Ular pagan marosimlarini, butparastlik marosimlarini davom ettiradilar. Buni qayerdan bilamiz? Tarixiy jihatdan bilamizki, bu odamlar ilgaridan, masalan, archa daraxtini bezatishardi. Siz ham hozir archa daraxtini bezayapsizmi? Bezatamiz. Nima uchun archa daraxtini bezatasiz? Ya'ni nima uchun bezayotganimizni bilmayman. Siz nima uchun qilayotganingizni bilmasdirsiz. Ammo qadimgi Rimda odamlar archa daraxtini qishda ham, yozda ham qurimagani uchun qish sharoitida ham so'lib qolmasligi va doimiy ravishda yashnab turgani sababli o'limsizlik ramzi sifatida archa daraxtini bezashar edi. Endi bu odamlar o'limsizlikni ifodalagani sababli bir ibodat sifatida uni ulug'lash uchun archani bezatishardi. Siz ham hozir xuddi shuni qilyapsiz. Biz hozir esimga tushib qoldi. Biz archani Yangi yilning va Rojdestvoning bir ramzi bo'lgani uchun bezaymiz. Endi shunday o'ylab ko'raylik. Har qanday taqlid aslini ulug'laydi deyiladi-ku. Butparast jamiyatlar archa daraxtini ulug'lash uchun, uni o'limsizlik ramzi deb bilganlar uchun bezashar edi. Siz esa ayni amalni boshqa narsa uchun qilyapsiz. Bu menga shuni eslatyapti. Biz Alloh jalla jalaluhga qurbonlik qilish uchun, masalan, qurbon hayitida hayvon so'yamiz, to'g'rimi? Hayvanları kesiyoruz değil mi mesela? To'g'ri. Qurbonlik shartlariga mos bo'lgan hayvonlarni so'yamiz va buni Allohga atab qilayotganimizni aytamiz. Allah için bunu yaptığımızı söylüyoruz. Bugun bir xristian kelib, qurbon hayitida biz bilan birga qurbonlik so'ysa, lekin men buni Allohga atab qilmayapman desa, hatto biz bilan birga hayit namozini o'qisa-yu, lekin men buni sport uchun qilyapman desa, siz buni qabul qilasizmi? Yo'q. Bunday xristianga nima deysiz? Ya'ni bu juda bema'nilik bo'ladi. Qurbon bayrami bir dinni qadriyati, to'g'rimi? Bir dinni shiori. To'g'ri. Archa daraxtini bezashlik esa butparastlarning qadriyati, ularning shiori. Xo'p, Hozir siz islomning shiorini qabul qilmayapsiz.
Nega unda butparastlarning shiorini qabul qilyapsiz? Yo'q, biz butparastlikni qabul qilmayapmiz. Ammo qilyapsiz-ku. Akaginam, ular endi boshqa narsalar. Biz buni aniq bila olmaymiz. O'sha paytda ular buni qilganmi, qilmaganmi yozib qoldirilgan. Ammo biz o'z dinimizga ishonamiz. O'z qadriyatlarimizni davom ettiryapmiz. Rojdestvo har bir kitobda yozilgan. Injilda, Eski ahidda, Yangi ahidda hammasiga Rojdestvoning nima ekani yozilgan. Siz hozir aslida yangi yilni yoki Rojdestvoni Iso alayhisalomning tug'ilgan kuni deb aytyapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Iso alayhisalomning tug'ilgan kuni bo'lgani uchun nishonlayapsiz. Ha, Qaysi Injilda yozilganiga qiziqyapman. oddiy Injilda yozilgan. Meni bilganimga ko'ra, oddiy Injilda ham, Injilning birorta nusxasida ham Iso alayhisalomning tug'ilgan kuniga oid hech qanday ma'lumot yo'q. Qanaqasiga yo'q? Bu meni da'voyim. Siz esa ishonganingizni da'vo qilganingiz bir din. Men sizga yaxshiroq izlanishingizni tavsiya qilaman. Bor. Lekin qarang, buni isbotlash meni zimmamda emas. Xristian ekanini aytayotgan men emasman. Agar Qur'oni Karim haqida gaplashsak, men bir narsa deya olaman, lekin Xohlasangiz Injilni ochib ko'rsata olaman. Muammo yo'q. ko'rsatishingiz mumkin. Masalan, Injilning qaysi oyatida Iso alayhisalomning tug'ilgani haqida yozilgan? Aka, men o'qimaganman. Shuning uchun aniq bilmayman, lekin bor. Ya'ni maktablarda o'qiganimga ko'ra Injilda bor. Cherkovga borganimda ham buni ko'rsatishgan. Marosim paytida ham o'qiladi. Injildan, Eski ahiddan, Yangi ahiddan ochib o'qishadi buni cherkovda. Biz masalan shunday deymiz. Musulmonlar orasida bunday bir masala ko'tarilganda, agar musulmonlar shunday desa, ya'ni bor, bilishimcha bor edi, menga shunday aytishgan desa, biz buni aslida qabul qilmaymiz. Aytamizki, bunday demasligimiz kerak. Xohlasangiz ochib ko'rsatay. Chunki bizni aldagan bo'lishlari mumkin deymiz. Masalan, tasavvur qiling. Bir imom odamlarga nimanidir tushuntiryapti. Agar men u aytayotgan gaplarni so'roq qilmasam, to'g'ri haqiqatga qanday erisha olaman? Meni alday olmaydimi? Albatta biz izlanamiz, javobini ham olamiz. Masalan, siz nimaga qiziqyapsiz? Shuni ayting. Iso alayhisalomning tug'ilgan kuni masalasida aytyapsizki, bu Rojdestvo shundan kelib chiqqan va Injilda ham yozilgan deyapsiz. Qaysi Injilda yozilganiga qiziqyapman. Hozir, bir daqiqa. Lekin shu masalada ham fikrimiz, to'g'rimi, Arman do'stim? Siz buni yillardan beri nishonlab kelasiz, lekin hali chuqur mohiyatini bilmaysiz. Ya'ni shunchaki bajarasiz. Aka, illoki biladiganlar bordir. Lekin masalan, meni ota-onam bilishi mumkin. Ammo men hozir Injilni to'g'ri durust o'qimaganim uchun bu masalada unchalik xabardor emasman. Turkiya Jumhuriyati tashkil topganidan keyin zotan g'arblashtirish yo'nalishida olib borildi. G'arblashtirish orqali esa ko'plab begona madaniyatlarni, to'g'risini ham, noto'g'risini ham barchasini qabul qilgan holdamiz. Bu xatolardan biri ham Yangi yil madaniyatidir. Hozir bilasizki, kapitalistik tizim dunyoda juda katta ta'sirga ega bo'lgan tizim. Va hozir dunyodagi barcha tizimlar kapitalistik tizimga bog'langan holda. Kapitalistik tizim esa g'arbliklarning qo'lida. Barcha madaniyatlar ularning qo'lida bo'lgani uchun va biz ham kapitalistik tizimning ichida bo'lganimiz sababli Yangi yil bo'lsin yoki boshqa o'rinlar, masalan tijoriy jihatdan yoki ijtimoiy jihatdan bo'ladimi, har bir sohada buni ko'rishimiz mumkin. Bu bizga yarashadigan holat emas. Bizlar musulmonlarmiz. Musulmonligimizni talabi o'laroq bu bayramni nishonlashni kerak deb bilmaymiz va zotan bu bayram bizga tegishli emas. Şimdi bir Müslümanın bir Menimcha bir musulmonning bu odatni nishonlashi kabi bema'ni narsa bo'lmasa kerak. Men hozirgacha birorta musulmon bo'lmagan odamning na qurbonlik qilganini, na ro'za tutganini ko'rmaganman. Ya'ni bir musulmonni bu odatni nishonlashi to'g'risi meni aqlimga sig'maydi. Sekular mamlakat deyishadi. Har kim istaganini qilyapti. Zotan musulmonlarda islomiy tushuncha shakllanmagunicha bu kabi hodisalardan jabrlanib qolamiz. Islom bilan mutlaqo mos kelmaydigan narsalarni islom nomi ostida qilishyapti. Bizning bir farqimiz bo'lishi kerak. Hozir esa bu farq yo'q. Ya'ni musulmonlarda islomiy shuuri yo'q. Shunchaki nomiga musulmonlik bor. Riyokor yoki munofiqona bir musulmonlik. Umuman olganda, mamlakatda buni ma'lum bir o'rni bor. Ya'ni aslida deyarli hamma joyda Yangi yil nishonlanmoqda. Balki bizlar shaxs sifatida bunga qarshimiz, ammo tizim jihatdan bir qarshilik yo'q. Bu borada nima deya olasiz? Tizimni o'zi yo'q-ku. Agar tizim bo'lsa edi, allaqachon bunday ishlar bo'lmas edi. Tizim yo'q deganda nimani nazarda tutdingiz? Xayrli kunlar. Salomat bo'ling. Yoshlarimiz televizorni yoqib, xuddi shu buzuqlikni ko'radi. Ish joyiga borsa, yana Yangi yil bilan bog'liq ayrim narsalarni ko'radi. Bugun davlat qo'li bilan qimor o'ynatilmoqda. Masalan, milliy lotereya degan narsa bor. Balki ko'plab odamlar u yerdan chipta sotib olyaptilar. Xuddi shunday do'stim. Ya'ni go'yoki qonuniylashgandek aslida. Bu narsa ong ostida shunaqangi o'rnashib boryaptiki, hamma narsa oddiy holga aylanyapti. Eng katta muammo ham shu aslida. Odatda bunday turdagi narsalar cheklanishi kerak edi. Avvallari bitta lotereya bo'lardi. Oyda 3 marta, 7sida, 17sida, 27sida o'tkazilardi.
Hozir esa har kuni 3-4 xil qimor bor. Va bular rasmiy ravishda davlatni qo'li bilan, davlatni ruxsati ostida o'ynalayotganlar. Yana ijtimoiy tarmoqlarda soliqsiz o'ynalayotganlari ham bor. Ya'ni bu ish shu darajaga yetdiki, endi oddiy boshlang'ich sinf bolasi ham telefondan virtual qimor o'ynayapti. Hamma joyda qimor o'ynalyapti. Bu ish ya'ni e'tiborsiz qoldiradigan narsa emas. Inshaalloh jamiyat bundan qutuladi degan umiddaman. Lekin bu iqtisodiy jihatdan xalqning yomonlashib borishi bu ishlarni yanada battar rag'batlantiruvchi xususiyatga ega qilib bormoqda. Islom dini ostida hamma ishni qilishadi, lekin o'rni kelganda men musulmonman deyshadi. Bu odamga g'alati tuyuladi. Yo islomni insonlarga to'g'ri tushuntirishsin, yoki bu tarzda umuman tushuntirmaganlari yaxshiroq. Bu şekilde anlatmasına da iyidir. Eskidan hamma dinga kirardi. Hozir esa ko'plab yoshlar ateist bo'lib ketishgan, deist bo'lib ketishgan. Bilmayman, balki siz ham ko'chalarda ko'rayotgandirsiz. Ya'ni demakki qayerdadir bir buzilish bor. Agar tizim sog'lom bo'lganida shuncha odamlar bu yo'lga og'mas edi. Demakki, yo biz ta'limni yaxshi bera olmayapmiz, yoki ustozlarimiz ham yaxshi dars bera olishmayapti. Masjiddagi imomlarimiz ham yetarlicha chiroyli qilib odamlarga tushuntira olmayapti. Ya'ni bularning hammasi shundan kelib chiqyapti. Masala butunlay bizni ta'lim tizimimizga borib taqaladi. Ya'ni masalan, bir jamiyatni nishonlaydigan maxsus kunlari uni kimligini aytadi, to'g'rimi? Ya'ni uning madaniyatini aks ettiradi. Biz musulmonlar sifatida aytamizki, bizning 2 bayramimiz bor. Ramazon va Qurbon bayramlari. Bular bizning e'tiqodimizni aks ettiradi, bizning madaniyatimizni aks ettiradi. Bulardan boshqasini biz qabul qilmasligimizni aytamiz. Ammo bugun shundaymi? Musulmon sifatida hech kim buni qabul qilmaydi. Xo'p, bugun shundaymi? Bir qancha qutlama kunlar bor. Nesil maalesef dediğiniz gibi Hozirgi avlod afsuski siz aytganingizdek internet balosidan juda ko'p nasiba olyapti. Hozir oilalarni yelkasiga tushgan vazifa esa imkon qadar farzandlarini ulardan uzoqroq tutib, yanada ongli tarzda tarbiyalashlari kerak. bir şekilde yetiştirmeleri lazım. Musulmon sifatida shularni ayta olaman. Biz ularning hamma narsasiga yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, hamma narsasiga taqlid qilyapmiz. Aytganimdek, qilinishi kerak bo'lmagan ishlarni birinchi bo'lib biz qilyapmiz. Bu esa xalq o'laroq yeganimiz halol emas. Farzandlarimizni ham haloldan boqmayapmiz. Hech kim e'tibor bermayapti. Bu esa hozirda xalqimizni va islomni yetib kelgan yeri shu bo'ldi. Islomni demaydi, musulmonlarni yetib kelgan holati shu. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, sizlardan oldin o'tgan bir qavmning ortidan ergashasizlar. Agar ular bir chuqurga kirsalar, sizlar ham ularning ortidan kirasizlar deganlar. Bugun ham aynan bizda shu holat yuz bermoqda. Ya'ni kofirlar nimani istasa, xalq ham shunga oshiqmoqda. Aslida islomdan uzoqmiz. Agar shariat kelmasa, biz bu girdobdan chiqa olmaymiz. Buning hech qanday foydasi yo'q. Biz avvalo o'zimiz yaxshi bo'lishimiz kerakki, jamiyat yaxshi bo'lsin. Jamiyat shaxslardan tashkil topadi. Avvalo oilamizga ega chiqamiz. Biz shaxs sifatida yaxshi bir musulmon bo'lishimiz kerak. Biz yaxshi bo'lsak, jamiyat ham yaxshi bo'ladi. Rahbarlarimiz ham yaxshi bo'ladi. Mamlakatimiz ham yaxshi bo'ladi inshaalloh. Bizni maxsus kunlarimiz bor. Masalan, Qadr kechasi bor. Biz uchun maxsus kunlardan Ramazon oyi bor. Zulhijja oyining dastlabki 10 kuni bor. Bular biz uchun nega muhim? Chunki Alloh azza va jalla o'sha kunlarga xos ayrim mukofotlar beradi. Masalan, o'sha kunlarda afv etishini aytadi. Bularni qabul qilamiz bosh ustiga. Ammo bundan tashqari yangi bir kunga ehtiyojimiz yo'q. Chunki bizni dinimiz kamoliga yetgan. Aynan, xuddi shunday. To'g'ri aytyapsiz. Ya'ni nima desam ekan? Alloh insonlarga shuur nasib etsin deyman. Katta rahmat. Xayrli kunlar tilayman. Rahmat. Keling, bugun bir-birimizni shunday bir yaxshilikka da'vat qilaylik. Chunki bugun biz bir oraga keldik. Bugun yo'lda tasodifan uchrashib qoldik. Bir jihatdan Alloh shunday iroda qildi. Siz ham Allohga ishonasiz. Men ham Allohga ishonaman, to'g'rimi? Xuddi shunday. Demakki, olamlarning Robbisi shunday bo'lishini istadi. Biz ikkimizni shu yerda uchrashtirdi. Keling shunday qilaylik. Bugun ikki tomon ham bu masalalarni yanada chuqurroq o'rganishiga oid bir so'z bersin. Chunki men buni hatto islom uchun ham qabul qilmayman, arman do'stim. Agar bir birodarim kelib, men musulmonman, lekin men izlanmayman, otam aytgan, otam biladi desa, men unga aytamanki, yer yuzidagi fasodga botgan qavmlarga qaraganingda, ularni har birida shuni ko'rasan. Ular otalarini diniga mansub bo'lganlar. Masalan, Makka mushriklarini bilasiz, to'g'rimi? Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam kelganlarida, u zot yashagan qavmdagi insonlar doimo shunday deyishgan. Biz ota-bobolarimizni shu yo'l ustida topdik derdilar. Ya'ni ularni dinini va hayot tarzini shakllantirgan narsa, otalardan nimani ko'rgan bo'lsalar, o'sha bo'lgan. Alloh barchamizni haq yo'l ustida bir joyga to'plasin. Meni duoyim shu. Haq yo'lda uchrashish niyatidaman. Qaysi yo'l haq bo'lsa, o'sha yerda uchrashaylik inshaalloh. Katta rahmat. Xayrli kunlar tilayman. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha.